bilan bugun biz Minecraft'dagi bor sehrli narsalarni ishlatib ko'ramiz. Qani bo'lsam ketdi. Birinchi o'rinda sizlar bilan qiladigan narsamiz tentida tepaga uchib bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Tenti. Ular undan oldin sizlarga bitta narsa ko'rsatmoqchi edim. Qani edi shu paytda kerak bo'lsa topiladi, kerakmas payti yo'q bo'lib turadi. Mana u ham kerak. Bizga kerakli narsalarni olaveraylik. Kerak bo'ladi baribir. Bu ham kerak, bu ham kerak, bu ham kerak bo'ladi. Keyin qaysi kerak bo'ladi? Bu ham kerak bo'ladi. Keyin bizga inventarimga sig'madi. Hozir shu narsalar mana shu kerak bo'ladi hozirchalik. Mayli, mana shuni olaylik. Bo'ldi. Sizlar bilan birinchi ko'rsatadigan sehrli narsamni ko'rsataman. Qani ketdi. Buni qo'ymay turib, unda hozirda o'zi portlab ketamiz. Mana 4 tomonga tenti qo'yasiz. Ko'plar bilsa kerak. Katapulta bo'ladi, to'xtanglar. Osmonga qarab uchaman. Ana. Bedrogan ko'rinib qoldi. Endi sizlar bilan qiladigan ishimiz. To'xta. Bari o'xshamadi. Endi sizlar bilan poyezdni zina qilamiz. Ko'rsataymi qanday qilinadi. Uni olamiz. Keyin bizga kerakli bo'ladigan shu. Hozirchalik qaranglar. Endi xalaq beryapsa. Bu. Qaranglar. 1 2 3. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. 9 qilishimiz kerak. Ana, opa. Bitta qo'yamiz, qarang. Mayli, ham bitta qo'yaveramiz. Farqi yo'q. Katta qilsak qilaveribmiz. Aytdim nima? Shuncha qo'yib yo'qib ketyapti desam. Bo'ldi. Endi bari shuncha qilsam bo'lmaydi. Bo'ldi, ko'tarildi. Endi pastga qarab ketamiz. Balandlash. 2 3 har doimgidek bittaga qarab ketaveramiz. Mana bitta. Endi bu anaqa rezin qanday ishlatishni ko'rsataman. Unda qani bo'lmasa ketdi. Bu yoqqa bitta. Bu yoqqa tursa kerak. Ishladimi? Ishadi. Ishasa bo'ldi, menga farqi yo'q. Ishadi bu. İkincisi ishadi. Ko'rishingiz mumkin bitta уже. Bunisi past bo'lib ketibdi. Shuning uchun biz tashimiz ekan 2.
Qarang, buyutini odam chiqadigan qilamiz. Mana. Odamlar bemalol chiqa oladigan qilamiz. Mana. Keyin bu yerda o'zgarish bo'ladi. O'ttak. Keyin bittagina poyezd yo'lcha qurib qo'ya qani. Poyezd qani? Mana poyezd. Endi bu yoqqa qo'yamiz, qaranglar. Demas. Aynalyapti, ko'ryapsizlar? Bizilma. To'xtanglar, bizillar. Nima, bizamiz. Boshlaylik. Bularda qanday oladi endi? Bilmayman. Boshqatdan qilaman. Bitta blok qo'yib qo'yamiz. Tepaga qarab tur. Qarab tur. Bo'ldi. Yoniga richak qo'yamiz. Keyin bu yoqqa bitta buni qo'yamiz. Keyin adashib ketdim. Ana endi ishlaydi. Ana qachon bizilib qolsa, ana ko'rishlaringiz mumkin. Mana endi biz qanday anaqa futbolchini turishini qilib beramiz. Mana endi kirishingiz mumkin. Qani futbolchi qani odim turadigan qani. Mana ko'rishingiz mumkin. Shuni olamiz. Keyin bu kerak bo'ladi. Undan keyin bizga blok bu kerak. Undan keyin richak bor. Richakdan keyin bizga branya kerak. Branya buni o'zi keyin oyoq qilishi kerak. Bo'ldi. Endi qanday qilishni o'rgataman. Mana turibdi. O'ppa kiygizasiz. O'pishini ham kiygizamiz. Endi kallasi yo'q o'tirmaydi-ku demoqchi bo'lsalaring, hozir ko'rsataman. Kallasi qani endi? Endi uni qidirish kerak. Mana topildi. O'ppa. Bizga hozir buni kallasi kerak. Endi buni olamiz degan. O'ppa kiygizamiz. Endi bu hakam deylik. Hakam to'p ushib turadi-ku boshlanganda. Endi bizga skelet kerak. Skelet. Mana buni kallasi kerak. Hoppa. Endi hakam to'p ushab turish kerak. Qanday ishlaydi demoqchi bo'lsang. Bo'ldi. Endi kiyintiramiz. Hop. Asa.
va nihoyat bo'ldi. Endi top havoda ushlamasa kerak demoqchi bo'lsalar, endi nima qilamiz? Men unda qo'yil demadim. Tepaga emas, pastga. Pastga. Hozir video o'chib qopti. Xayrlashish esini chiqdi bo'pti. Obunachilar, xayr. Keyingi videomizda endi biz